Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilar. Biz Toshkent viloyati Bekobod tumanida shlaka blok uskunasini ishlatib berish jarayonidan tayyorladik. Bu shlaka blok uskunalarimiz 12 talik bo'ladi. Kuniga 3 mingtadan 5 mingtaga chiqaradi. Odil akaga qo'yib beramiz. Odil akamiz bizdan bundan oldin boshqa shunaqa shlaka blok ishlab chiqaruvchi uskunalarga ustalarga ham bir murojaat qilgan ekanlar. Ulardan ishlaridan o'zlari baho beradi, o'zlarining ishlaridan. Bu bosh rolda Zokir aka. Xo'sh. Asarlarimizni maxsus ketmanchalar bilan qoliplarga joylaymiz. Mana blokchalar. Odil aka, ma'qulmi bizning blokchalarimiz sizga, apparatlarimiz? Zo'r aka. Zo'rmi? Yoqdimi? Hozir yoqdi. Yoqtirdi-da, hozircha. Aka, xizmatlarimizdan rozimisiz? Roziman aka. Hay. Bizni kuzatuvchilarga nima deysiz? Qanaqa fikrlaringiz bor? Olinglar, ishlatib ko'ringlar. Ishda unumini oshirish kerak. Bu ishni oshiradi. Xudo xolasa 3 mingtadan 5 mingtacha boy chiqadi. Bolalaringiz ham yaxshi aqlli, qo'li usta guluk ekan. Biz bittada o'rganib olishdi. Xudo xolasa baraka topasiz inshaalloh. Bizning mijozlarimiz ham xudo xolasa apparatni kimdan olishga adashmanglar. To'g'rimi? To'g'ri. Adashganlar bor. Ismini aytmaymiz. Sog' bo'lasizlar.